Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati qurilganligining 18 yilligini xotirlaymiz. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi va Sharq Turkiston Surgundi hukumatining strategik maslahatchisi Dr. Mamtimin Ala apandi birlikda yozgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikni tuvallatib ko'rsatish to'g'risida degan temadagi maqolasi Yerusalim pochtasida 11 sentabr kuni e'lon qilindi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati qurilganligining 18 yilligini xotirlaymiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati qurilganligining 18-yili. Biz bu kunni xotirlaymiz va Surgundi hukumatni qurib chiqqan Sharq Turkiston xalqiga tashakkur aytamiz. Qarindoshlar, Hükümet degan kalima arabchadan kelgan bo'lib, xalq nomidan qonunliq va adolatli hukm qilish organi degan ma'noni bildiradi. Bu ma'nodan aytganda, hukumat bir davlatdagi xalqqa vakillik qiladigan va shu davlatning ishlarini ijro qiladigan qonunliq organ demakdir. İnsanlar o'zining davlatini ona vatan deb ataydi va vatanni onaga o'xshatadi. Bu bir haqiqat. Chunki vatan onaga o'xshasa, hukumat otaga o'xshaydi. Ana balasını çoğ qilgandek ve asırgandek vatanmo xalqni boqadi ve asraydi. Ammo bir ailede ata bo'lmasa, o aile yetim bo'lib qolgandek, bir millatda ata o'rnida bo'lgan hukumat bo'lmasa, o millatmo yetim bo'lib qoladi. Afsuski, bizning vatanimiz Sharq Turkiston tarixiy dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan bo'lg'achqa, bizning hukumatimizmo Xitoy tajovuzchilari tarafidan yo'q qilindi. Shuningdan beri Sharq Turkiston xalqi yetim bo'lib qoldi, xo'rlandi, zulm ko'rdi va irqiy qirg'inchilikqa uchradi. Mushundaq ig'ir kunlardami dunyoning hech bir yeridan yordamga erisholmadi va dunyoning hamma yerida yetimlik muomalasi ko'rdi. Chunki bu millatning beshida o'z hukumati yo'q edi. Mushundaq bir echinishli oqibatni beshidan kechirgan va hukumatsiz qolishning yetimlik ekanligini tu'nib ketgan xalqimiz 2004-yili 9-oyning 14-kuni dunyoning hamma yeridan Amerikaning poytaxti Washingtonga to'planib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatini qurib chiqdi va bu hukumatdan nurg'unlagan umidlarni kutdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati qurilgandan keyin Xitoy tajovuzchilari butun kuchi bilan o'ziga sodiq g'alchilarini ishga solib, bu hukumatni qoraladi. Nupuzini tushirishga tirishdi va yo'q qilishga urindi. Ammo Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati barliq o'ngsizliklarga chidab, bor kuchi bilan Sharq Turkiston xalqining orzusi bo'yicha Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish siyosatida mustahkam turib keldi. Bir tarafdan xalqimizga qo'lidan kelishicha xizmat qilishga tirishsa, yana bir tarafdan Sharq Turkiston davosini xalqaroga o'z mohiyati bo'yicha anglatdi. Sharq Turkiston masalasining Xitoyning ichki ishi emasligini, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilingan bir davlat ekanligini, Sharq Turkistondagi barliq zulm va irqiy qirg'inchilikning tub yildizining Xitoy ishg'oliyati ekanligini, Sharq Turkiston xalqining inson haqlari va erkinligini kafolatga ega qilishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini anglatdi. Afsuski, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bu tirishchanligi xalqarada yetarli qo'llashga erisholmay keldi. Chunki Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatining orqasida ko'zga ko'rinarli darajada xalqning qo'llashi yo'q edi. Xalq qo'llashining yetarli darajada bo'lmasligining orqasida Xitoy istixboroti va g'alchilarining tahdidlari, aldamchiligi, ko'z bo'yamchiligi, qarilishi va buzg'unchiligi bor edi. 73 yildan beri o'z hukumatidan, o'z milliy ma'rifidan va milliy rahbarlaridan ayirib etilib, itiviy jihatda buzg'unchilikqa uchragan bechora Sharq Turkiston xalqi oq-qorani farq qilishda qiyinchilikqa duch keldi. Shuning uchun Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati bu hukumat qurilganligining 18 yilini xotirlash munosabati bilan xalqimizga mundaq murojaat qildi. Sharq Turkistonlik butun vatanparvar, millatparvar tashkilot va shaxslarning Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumatini qo'llashini, qo'lidan nima kelsa shu soha bo'yicha vazifa olishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat bu haqqoniy maydonda ching turib, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining siyosatini va faoliyatlarini qo'llab-quvvatlashini talab qiladi. Hürmet bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Surgundi hukumati. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi va Sharq Turkiston Surgundi hukumatining strategik maslahatchisi Dr. Mamtimin Ala apandi birlikda yozgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikni tuvallatib ko'rsatish to'g'risida degan temadagi maqolasi Yerusalim pochtasida 11 sentabr kuni e'lon qilindi. Maqolaning tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklati uzun vaqtdan beri kutilgan doklat bo'lib, insonni umidsizlantiradigan bir shaklda e'lon qilindi. Diqqat qilishga tegishli yeri shuki, davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi hukumatlarning manfaatining o'zgarishi orqasida bu kirsisni bir chetga qayirib qo'yishi va Xitoyning buni rad qilish uchun
qattiq diplomatik shundoqla siyosiy tirishchanlik ko'rsatishining natijasida dunyo miqyosida intayin oz munozir qilindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlariga aloqador uzundan beri kutilgan doklad Mashal Bachilatining vazifa muddati oxirlashgan vaqt 2022 yili 8 oyning 31 kuni e'lon qilindi. Nashr qilishning yetarlik bir tushuncha berilmay kechiktirilishining sababiga qarata bu yerda diqqatni markazlashtirishga arziydi. Kechikishida ikki sabab bor. Biri, nashr qilish mas'uliyatini o'zining rahbarligidagi organning ustiga olg'izib, vazifasidan ayrilayotgan komissarni Xitoyning tanqididan saqlab qilish. Yana biri, Xitoyni Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mas'ul bo'lishdan saqlab qilish. Umuman qilib aytganda, qo'sh tejash harakati, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotini sukutdan qutqizib qilish, xatoliqiga boshqalarni sukut qildirgan jinoyatchini qutqizib qilish harakati ilib berildi. Qo'sh tejash harakatining o'zi dokladning bema'niligidir. Nihoyatda yaxshi planlangan va hayajonga to'lgan, yaxshi vaqtda o'ynalgan o'yindan mo'jizaviy bo'lmagandimi, bo'sish xarakterlik bir tushuntirishni kutmak butunlay soddalik bo'lmasligi mumkin. Biz bu doklad uchun intayin sabr qildik. Bu mo'jiza xarakterlik narsani demayli turayli, bo'sish xarakterlik narsani hatto sunmadi. Bu faqat Xitoyning inchki bir siyosiy hunaridek qiladi. Bu sababdan buni baholash kishini umidsizlantirdi. Sharq Turkiston krizisining real tabiati va shiddatining darajasini belgilaydigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasida ko'rsatilgan irqiy qirg'inchilikdan so'z ochilmadi. G'arbdagi 10 dak davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan vahshiyliklarni doklad dal aksicha faqat inson haqlari dafsanchiligi deb atadi. Shuningdek, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti davom qilayotgan cho'ng qirg'inchilikning biriga sal qarash, xato tunutish, ko'zga ilmaslikdek xatoliklardan gunohkor. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik haqidagi ilgirki mag'lubiyati, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmasligi, oldin olmasligi, irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilguvchilarni javobgarlikka tortmasligi kishini andishiga soladi. Ammo hech nima yangi emas. Bu xalqaro organ Rivanda irqiy qirg'inchiligi, Bosniya qirg'inchiligi, Rohingya qirg'inchiligi va hozirgi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtata olmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ayni vaqtdagi bosh kotibi Kofi Annan Rivanda xalqi eng ehtiyojli vaqtda dunyo Rivanda xalqiga yengildi deganda bu mag'lubiyatini iqror qildi. 2018 yili BBCning ziyoratini qabul qilganda Annan dunyo sohasidagi harakatlar va harakatsizliklarning natijasining borligini qabul qilishda yana bir qatim besimga uchirdi. Ko'zga ilinmadi. Bosniya ishida gunoh o'chkisini topmoq har vaqt qulaydir dedi. Rivandaning ishiga kelganda biz chorasiz dedi. Bachelet ustiga yuklangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish vazifasini o'rindamaganligi haqida nimalarni deydi? Oldingilarga o'xshash o'zini oqlamdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kulturi sifatida mas'uliyatini o'zgartirishni qayta iltimos qilamdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyga qarshi kuchli pozitsiya tutishni rad qildi. 2018 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning millionlagan Uyg'urlarni maxfiy lagerlarga solib qo'yganligi to'g'risidagi ishonchli dokladlarga asosan Sharq Turkiston krizisi to'g'risidagi bayqashlarini e'lon qildi. U vaqtlarda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida muhim bo'lgan yangidan bir tashkillanish bor edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hech bir ish qilmagan ahvolda Xitoy organ atkazchiligi, qo'l emgiki, qalayimqon solib qo'yishni davomlashtirish uchun har qanday ishni qilmoqda. Xitoy yana buningga qo'shib Uyg'ur bolalarini majburiy assimilyatsiya, talqin qilish, Uyg'ur ziyolilarini tozalashni davomlashtirmoqda. Natijada Uyg'ur nüfusida sistemlik tuvanlash kelib chiqdi. Nurg'ulg'an Uyg'urlar Xitoyning nol korona siyosatining turtkisida ochliqdan o'lmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dokladida Uyg'urlar o'tgan 4 yilda uda tortayotgan azobni yetarlik va obyektiv aks ettirmadi. Bu doklad Xitoy uchun nimadan derak beradi? Bu doklad Xitoyni faqat dokladning e'lon qilinishini to'xtatolmaganligi uchun g'azablantirishi mumkin. Dokladda dunyodagi nurg'ulg'an inson haqlari dafsanchiligi bilan ayblangan davlatlar qatorida Xitoyni inson haqlari dafsanchiligi yurgizish bilan ayblashning sirtida Xitoyning zimmasiga har qanday jiddiy qonuniy yoki axloqiy mas'uliyat ortilmagan. Bu doklad Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshatlarining qurbonlariga yordam qilishda yo'q, Xitoy amaldorlarining irqiy qirg'inchilikni jazosiz yurgizishiga tegishli qonunning ijro qilinishiga qarata o'zini qo'g'dishiga tayyorlanishiga imkon yaratadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dokladi ko'p kutishlardan keyin e'lon qilingan kishini umidsizlantiradigan doklad bo'lib, asrning eng qo'rqinchli jinoyatining birini odil bir shaklda jiddiyga olmadi. Uning o'rniga shaxsiy xizmat qilish va yuz obro'yini saqlab qolishdek usullar bilan Xitoyning turli manfaatiga uyg'unlashdi. Doklad axloq jihatda irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni aldatish bilan birga
irqiy qirg'inchilik jinoyatchilarini yerginishlik darajada xushal qiladigan bir jasoratsiz narsadan iborat. Doklad Xitoy va boshqa diktator hokimiyatlarining irqiy qirg'inchilik niyatlari va ijro qilishdagi natijalariga diqqat qilmasligi haqida o'rnak shakllantirdi. Texmi chatoq tarafi dokladning foydasidan ziyini ko'p. Sal qarash va xato bayonlari bilan xatarlik bir siyosiy o'yin bo'lishi mumkin. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bermasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.